Yangi model Damas'ning yangilangan 3-versiyasi. Bir 2 va 1.5 hajmdagi atmosferli motor, 5-6 bosqichli mexanik korobka, konditsioner, ABS, gibrid tizimlari hamma pozitsiyasida mavjud. Gidravlik rul. Haydab ko'rdim, Cobalt'nikidan ham yengil. Rul qismi haydovchi uchun qulay qilib joylashtirilgan. Rulda va torpedka qismida airbaglari mavjud. Salonni ranglarini o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Magnitofon sistemasi va bu yerda iqlimni sozlash. Konditsioner ham shu yerdan o'chirib o'qiladi. Orqa qism ham juda keng qilib ishlangan. Narsalar qo'yish uchun mana bu yerda joylar mavjud, bu tomonda joylar mavjud. Qo'l qo'yish uchun bari bor, lekin buni asosiy vazifasi qo'shimcha o'rindiq. 3-qator o'rindiqlari. Bo'yim 1.85 bo'lishiga qaramasdan oyoqlarim tekkani yo'q va tom qismida ham ancha joy bor. Baland bo'yli insonlar uchun ham bosh qo'yish uchun juda qulay qilingan. 3-qator oynani ham havo aylanishi uchun ochib qo'yish imkoniyati mavjud. Ko'pchilikga qiziq bo'lgan bagaj qismiga o'tamiz. 3 qator o'rindiqlar mavjudligiga qaramasdan shuncha ko'p joy bor. Tez kunda bundan keyingi pozitsiyalarni ham obzor qilamiz. Kanalimizni yo'qotmaslik uchun obuna bo'lib qo'ying.